Salom, yaxshimisan? Balki bu yerda nima qilayotganing haqida o'ylayotgandirsan. Balki o'zingga bo'lgan ishonching bilan muammolar bordir. Balki pul topish bilan muammolar bordir. Dangasalik, intizomsizlik, boshqalarning senga bo'lgan ishonchsizligi, har kuni buni qila olmaysan degan gaplarni eshitish. Hamma odamlarda muammo bor. Hattoki dunyodagi eng boy insonda ham muammolar bor. Lekin hayotingni yaxshilash faqat va faqat seni harakatlaringga bog'liq. Seni ichingda shu darajada katta kuch borki, agar sen bu kuchni yarmini ishlatsang, xayolingga kelgan hamma orzularingga erisha olishing aniq. Kimdir senga ishonmasa, menga ham ishonishmagan. Kimdir senga qila olmaysan desa, menga ham xuddi shunday deyishgan. Ammo sen orzularingni ro'yobga chiqarib beradigan hammasiga seni olib boradigan kuch faqat senda bor. Sen shunchaki bu kuchni to'g'ri ishlatishni o'rgansang bo'ldi. Beshikdan qabrgacha ilm izla deb bekor aytishmagan. Sen esa bu kuchni ishlatishni o'rganish uchun atigi 3 kun vaqtingni ketkazasan. Bu kuchni men uchun emas, balki o'zing uchun ishlatishni o'rganishing kerak. Butun dunyo senga qarshi bo'lsa ham, hamma senga ishonmasa ham, sen o'zingga ishonishingni xohlayman. Chunki agar sen o'zingga ishonmasang, boshqalar senga hech qachon ishonmasliklari aniq. O'zingga eng yaqin bo'lgan odamingga bir dona imkoniyat berishingni xohlayman. Bu odam sen o'zing.